agar sizga kimdir jannatda eng oliy joylardan va'da qilsa, shu odamning gapiga quloq solarmidingiz? Jannatiy bo'lishni xohlarmidingiz? Unday bo'lsa, do'stlar, bizni safimizga qo'shiling. Biz haqiqiy yetimlarga, chin yetimlarga maktab o'quv qurollari xayriyasini yetkazyapmiz. Do'stlar, siz ham safimizga qo'shilingki, yaxshilikka ergashingki, sizga ham Alloh taolo oliy jannatini mukofot qilib bersin. Yoki bo'lmasam 5 ming, 10 ming bilan ihson qilib bizni safimizga qo'shilingki, Alloh taoloning marhamati keng, sizni zakotchi boylardan qilsin. Sarflagan molingizga minglab barobar ko'paytirib ajrini yozsin va o'rnini to'ldirib qo'ysin do'stlar. Faqat bee'tibor bo'lmasangiz bo'ldi. Like bilan bo'lsa ham, kommentariya bilan bo'lsa ham, storiesga qo'yish orqali bo'lsa ham bizni safimizga qo'shiling. Siz bilan bizni qalbimizda zarracha tashvish yo'q, lekin biz kiradigan xonadonlar, bu xayriyaga sazovor bo'lib turgan oilalarning yuragida tashvish borki, bizni boquvchimiz bo'lmasa, oyligimiz ro'zg'ordan ortmayotgan bo'lsa, dori darmonga ortmayotgan bo'lsa, Xudo bizga sinov beribdi, boquvchimizdan olib qo'yibdi. Bu maktab o'quv qurollarini, maktab formalarini bolalarimga qanday qilib berar ekanman? Ular ham boyda bolalaridek, ular ham kami ko'zlarsiz hayotda xohlaydi degan tashvishlar turibdi do'stlar. Shuning uchun siz bilan biz 5 ming, 10 ming, 20 mingdan tashlab turib mana shu xayriyalarni qilyapmiz. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha aynalyapmiz. Siz befarq bo'lmang. Ehsoningiz bo'lsa, kartangizda Xudo bergan 5 ming, 10 ming, 20 ming bo'ladigan bo'lsa qiziqanmenki, mana shu esingizdan chiqib ketadi. Bu 5 ming so'm ehson qilsiz. Lekin qiyomatga borganingizda mana shu 5 ming so'm, mana shu yetimlarning xursandchiligi siz jannatga yetaklaganda afsus qilasizki, ko'proq ehson qilmagan ekanman. Shuning uchun do'stlar, ozgina ehsoningiz bilan, ehsoningiz yo'qdir, pulingiz yo'qdir haqiqatda. O'zingiz ham shunga muhtoj bo'lib turgandirsiz. Mana shu videoga like bosib, storiesingizga qo'yib, 15-20 ta do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz ham bu ehson. Siz sababli kimdir 10 ming so'm ehson qiladigan bo'lsa, Alloh taoloning kalkulyatorida o'sha ehson qilganlik savobi sizning ham daftaringizga yoziladi inshaalloh. Qiyomat kuni Alloh taolo bu yetimlarga nido qilar ekanki, ey bolalar, dunyo hayotida sizlarga kim taom bergan, kim xursandchilik ulashgan, kim kiyintirgan, kim suv bergan, ana o'shalarning qo'lidan ushangda jannatim tomon yetaklayindirgan. Do'stlar, bu juda ham katta gap. Agar tushunadigan bo'lsak, agar siz ehson qilyapsiz, kimga ehson qilayotganingizni tushunsangiz agar, yetim bolajonlarga, chin yetimlarga bu xayriyalar kirib boryapti. Faqat bee'tibor bo'lmasangiz bo'ldi. Ko'ryapsiz, bitta o'quvchining sumkasida 25 xil mahsulot. Hozirgi kunda ancha-muncha boylar ham qilolmaydigan darajada qilyapmizki, ovqat idishidan tortib suv idishlarigacha. Nimaga? Bular ham qalbida o'ksinmasinki, otam bo'lganda menga shunaqa narsalar olib berardi demasin. Kami ko'zlarsiz o'qisin. Bu hammasi sadaqai joriya do'stlar, ruchka, qalam, hammasi sadaqai joriya. Mana shunga ehsoningizga qurbingiz yetadimi? Ehson qiling. 5 mingmi, 10 mingmi befarq bo'lmang. Chunki bular sadaqai joriya. Bular o'qisa, ilm olsa, mana shu ilmi bilan dunyoga tarannum etsa, dunyoga xizmat qilsa, musulmonlarga xizmat qilsa, siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham ajrlari bor inshaalloh. Faqat bee'tibor bo'lmasak bo'ldi do'stlar. Bu videoga ehsoni borlar, ehsoningiz bilan yordamchi bo'ling. Bo'lmasam ko'plab do'stlaringizga bu videoni ulashib, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang.